Mal dünya yarışarida biz kelishdan ilgirmi ba, biz ketgandan keyinmi qoladi. Bir odamning boyilishi deganlik pulning bir odamdan yana bir odamga yetkilishi deganlik. Alloh taolo pul molni joyida boshqarmagan, tegishli yerlarga xarjlamagan kishilardan elib, harakat qilgan, sabab qilgan kishilarga tutqizadi. Agar ularni joyida boshqarmasa, tegishli yerlarga xarjlamasa, ulardan elib yana boshqalarga tutqizadi. Mushunda olmishdan jamiyatda kambag'al va boylar shakllanadi. Ya'ni siz talab qilganligingiz, sabab qilganligingiz tufayli Alloh layoqatsiz kishilardan pulni elib sizga tutqizdi. Demak, siz pulingizga nisbatan omonatdor va vakil. Adam mal dünyani mutlaq iqtidor va tirish bilan topolmaydi. To'g'ri, tirishish iqtidor intayin muhim, ammo bu mutlaq sabab emas. Chunki jamiyatimizda o'xshash iqtidor, o'xshash diplom, o'xshash ish o'rnidagi ikki odamning birining boy, birining kambag'al bo'lishi nihoyat ko'p uchraydi. Shuning uchun sizning ko'p pul topishingiz bir tarafdan sizning tirishchanligingiz va harakat qilganligingiz tufayli kelgan bo'lsa, yana bir tarafdan Allohning muvaffaqiyat berishidan kelgan. Alloh taolo mal dunyoga odamning mehrini ajoyib soladi. Uningdan keyin shu pullarimizga zakot va sadiqa o'xshash ma'lum xarajatlarni bekitish orqali bizni pullarimiz orqali imtihon qiladi. Agar biz Alloh taolo pul mollarimizga belgilagan majburiyatlarni o'tsak, dunyoda bayashat yashaymiz, Allohning oldiga borganda yuzimiz yo'q bo'ladi. Aksicha pulni o'zim topdim deb besib yetib olib, atrofimizga muhtojlarga bermay g'aflat yashasak, berishga qodir Alloh elib olishga, yegizmaslikka ham qodir. Dunyoda nurg'un pullarni to'plashimiz mumkin, ammo oxirida uningdan boshqalar foydalanishi mumkin. Shuning uchun rizq bizning erishgan, to'plagan narsamiz emas, foydalangan narsamiz. Mol dunyo tepib atrofidagi muhtojlarga bermagan boylarning oqibati oxiratda texmi xatarlik, texmi tasavvur qilg'usiz. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey Muhammad alayhisalom, oltin kumush yig'ib, ya'ni dollarlarni to'plab, uni Allohning yo'lida chiqim qilmagan kishilarga qattiq azob bilan bishorat bering. Ularning to'plagan oltin kumushlari, ya'ni tiqib qo'ygan dollarlari jahannamning o'tida qizitilib, ularning pishonlariga, yollariga va dumbilariga dog'lanadi" deydi. Ba'zi kishilar o'zining piqsiq va bexilligini o'zicha yiroqni ko'rganlik va puxtuluq deb o'ylaydi. Amaliyotda Alloh taolo ular haqida Alloh o'z fazlidan bergan mal mulkiga piqsiqlik, bexillik qilganlar o'zining bu bexillik qilishini o'zi uchun yaxshi deb o'ylab qolmasin. Bu ular uchun ziyon. Qiyomat kuni ular bexillik qilgan narsani ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi deydi. Abu Zar roziyallohu anhu: "Men haramni tavob qilib o'tib, Rasulullohning qishig'iga keldim. Rasululloh Ka'baning soyasida o'ltirib o'tdi. Rasululloh meni ko'rib, ular cho'qim ziyon tatquchilar, ular cho'qim ziyon tatquchilar deb takrorladi. Men uningdan: "Ey Rasululloh, ular kimlar?" deb so'radim. Rasululloh: "Ular pul mollaridan chiqim qilmagan, sarf qilmagan baylar" deb javob berdi deydi. Alloh taolo pul mollarimizdan ma'lum miqdorda zakot ayirishga buyurgan. Zakot qamdaplanmagan o'rinlarga zakotdan sirt sadiq qilishga buyurgan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom malda zakotdan boshqa haq bor degan. Zakot va xayr ihson mal dunyoni kemetmaydi, aksicha ko'paytiradi va barakat qo'shadi. Alloh taolo Qur'on Karimda Alloh uchun bergan narsanglarni Alloh o'zi to'liqlab beradi deydi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda zakot bilan hech kimning mal dunyosi kemaymaydi deydi. Sadiqa payg'ambarimiz degandek Allohning g'azabini qaytaradi, xatoligimizni o'chiradi va kasallarimizga shifo bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom kasallaringlarni sadiqa bilan davolanglar degan. Qiyomat kuni odam qilib olmaganga eng pushaymon qiladigan ishlarning biri sadiq qilib olmagani. Alloh taolo bu haqda: "Ey Parvardigorim, ajlimni ozroq kechiktirgan bo'lsang, sadiq qilib yaxshilardan bo'lib olgan bo'lardim" deyishdan ilgari Alloh sizlarga rizq bergan mol mulkinglardan sadiq qilinglar deydi. Ko'pincha baylarni shayton manda bir usul bilan aldaydi. Sening puling hozir oz, puling 100 ming ko'yga borganda sadiq qilg'ila boshla deydi. Pulisi 100 ming ko'yga borgandan keyin pulingni 1 millionga olib o'tib, uningdan keyin sadiq qilg'ila boshla deydi. Bu mushundaq o'lguchi davom qiladi. Payg'ambar alayhisalom bizni shaytonning bu aldamxonlikka tushmasligimiz uchun oldin ogohlantirib, odamning 2 jilg'i toshqidek oltini bo'lsa, ya'ni 2 say toshqidek oltini bo'lsa, 3-chisi bo'lskan deb orzu qiladi. Bu o'lguchi davom qiladi deydi. Shuning uchun shaytonning aldamxonlikka tushmay, ko'zingiz ochiq, qo'lingizni ba vaqtda sadiq qilib oling. شوقا